Qo'lingda to'sma. To'sib olmasin. Olib. Hadi o'tir. O'tir sen. Shunda olib. Buyoqda aylantirib, bir vaqt keladi. Olib qo'ygandan keyin bular katta bo'ladi. Hozirgacha nima deydi? Mana shu shunaqa aytdi. Aka-uka. Bulbullarini. Hozir qarang, hozir aytsa kulasan. Rahmatli yodgor bor edi, dadam bor edi. Shu domda kirib o'tiringiz oshda. Bulbulini ko'rsat. Ha, so'rasa shu. Omonlik bo'lsin, tanish sihatli bo'lsin, qilayotgan iftorlariga Xudoga xudo qabul qilsin. Baxtiyor aka siz ham bularga bir ota-onada amakisi ikki og'iz niyat qo'yingiz. Ota-onasi rohatini ko'rsin. Bular ham bolalarning rohatini ko'rsin. Allohdan nima tilak bo'lsa amalga oshsin. Yaxshi go'shankalarga kuyov bo'ling. Rahmat bolam.